Mono markazlarda o'qitilgan 74 ming kishi ish bilan ta'minlanmagan. Xabarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Anvar Temirov parlament yig'ilishida Bandlik vazirligi samarasiz ishlayotganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, vazirlik byudjet mablag'larini mantiqan asossiz yo'nalishlarga sarflamoqda. Kasb-hunarga o'qituvchi mono markazlarda ta'lim olgan fuqarolarning 30% ish bilan ta'minlanmagan. Bu tanqidga javoban Bandlik vaziri o'rinbosari Sirojiddin Boboqulov shunday dedi: Oila uchun mo'ljallangan kasblar rejali o'quv dasturidan chiqarilgan. Sababi o'quvni tamomlagan ayollarning ko'pchiligi turmushga chiqqani, bola parvarishi bilan band ekani yoki kasbiy ko'nikmalardan oilasida foydalangani, lekin rasman ishga joylashmagani bo'lgan. Demak, hukumat ayollarni oilasi uchun emas, ko'chada erkaklar qatori tirikchilik qilish uchun o'qitmoqda. Buni qarangki, oilali ayol o'z uyida kelajak avlodni tarbiyalash kabi sharafli vazifa bilan shug'ullansa, bu hukumat uchun samarasiz deb baholanlar emish. Shuning o'ziyoq gender tenglik degan narsa aslida ayollarni himoya qilish uchun emas, balki ularni bozorda ishlatish, arzon ishchi kuchi qilish uchun o'ylab topilganini ko'rsatadi. Bu islomiy qadriyatlarga, ayolning or-nomusini saqlash tuyg'usi va musulmonlik tabiatimizga mutlaqo ziddir. Islomda ayol yashirilishi, himoya qilinishi lozim bo'lgan or-nomusdir. Ayolning o'qishi uni bozorda daromad olishga tayyorlash uchun emas, balki oilasida yetuk avlod yetishtirish uchun bo'lishi zarur. Shu sababli biz musulmonlar ayolni ishlaganda ham ko'chaga chiqib begona erkaklar bilan aralash ishlashga majburlaydigan bu buzuq kapitalistik tuzumni hayotimizdan uloqtirib, uning o'rniga ikki dunyo saodatiga olib boradigan islomni hayotimizga olib kelishimiz lozim. Chunki faqat shundagina ayolning sha'ni haqiqiy qiymatga ega bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Sizlardan yaxshilaringiz oilasiga yaxshilik qiluvchilardir. Men esa oilasiga eng yaxshi munosabatda bo'luvchiman.